Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda dam olish kunlari uchun kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bugun kunduzi O'zbekiston bo'yicha quruq va iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati 24-27 daraja atrofida, respublika janubida va cho'l hududlarida 29-32 darajagacha ko'tariladi. Dam olish kunlari respublika hududi bo'yicha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat 25-aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi shimolida va Farg'ona vodiysida ba'zi joylarda, shuningdek 26-aprel kuni Toshkent viloyatida ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkentda bugun kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 25-27 daraja iliq bo'ladi. Shanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.